O'rtoqlar, men o'zi ko'pchilikni tanqid qilish yomon ko'raman. Shu paytgacha qilib kelmaganman ham. Lekin bu videoga o'zimni bir munosabatimni bildirib qo'ymoqchiman. Odamlarning fikrini chalatmaslik uchun, odamlar prosta ko'zini ochishlik uchun ozgina bir tushuntirib qo'ymoqchiman. Undan oldin men videoni yaxshilab ko'ringlar. Yemirilishi yo'q narsami? Yo'q narsa, suyak yemirilmaydi hayotda. Tuz yig'iladi, kam harakatda tuz yig'iladi. Ana shu tuzni rentgenga tushiradi, yana bir marta rentgenga tushiradi, bo'ldi, ko'ksartiroz operatsiya deydi. Yoshni ham, qarini ham, bani hech ayolmi, kampirmi qaramayapti. Bari kelgan kasalni bari ko'ksartiroz deb bani operatsiya deydi. Iltimos unaqa qilmanglar, odamlarni tushkunlikka tushirib qo'yasizlar. Uni Ana endi xulosaga kelamiz. Inson tanasini bo'g'imlarida tuz yig'ilmaydi. Ya'ni degeneratsiya bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. To'g'ri, uni kichkina bo'g'imlarda poliartrit boshqalarda mochovой kislota ko'payib ketib qolgan paytda bo'g'imlarda kalsinatsiya bo'lib qolishi mumkin. Lekin тазобедренный sustav o'zida prям tuz yig'ilmaydi. Prям tuz yig'ilmaydi. U yerda konkretniy degeneratsiya bo'ladi. U yerda konkretniy bo'g'imda deformatsiya bo'ladi. Deformatsiya bo'lgandan keyin o'zini figurasini yo'qotadi. Ba'zilarda qo'zg'orisimon bo'lib qoladi. Xullas, u narsa borib birinchi, ikkinchi, uchinchi stepanga o'tgandan keyin insonning harakat cheklanadi. Ya'ni oyoqda bo'lsa, tizada bo'lsa, harakatda cheklanish paydo bo'ladi. Bu kontraktura deyiladi. Endi degeneratsiyada, artrozda birinchi stepen operativniy, ya'ni orqaga qaytadi, davolasa bo'ladi. Uni medikamentozni lechena qilib, fiziolechena qilib qaytarsa bo'ladi. Ikkinchi stepenni ham bo'limini zo'r qaytarsa bo'ladi. Uchinchi stepenga o'tgandan keyin yana jiddiylashadi holat. Davolanish biroz murakkablashadi. Muolaja qilish biroz cho'zilishi mumkin. To'g'ri, insonni og'riqni yengillatib, komfortli holatga qaytarish mumkin, lekin yemirishligicha qoladi. U yana tekis bo'lib turib, orqaga tiklanib qolmaydi. Umrning oxirigacha ba'zida shunaqa holatda yurishi mumkin. 4-chi stepenga keladigan bo'lsa, holat undan ham og'irlashadi. Men o'zim praktikamda ko'rgan narsam, тазобедренный sustavda 4-chi stepen oyoq yopishib qo'ygan тазобедренный sustavga odam yuribdi, to'g'ri, haramat qilyapti, boshqa qilyapti, lekin og'riq yo'q. Ba'zilar umrning oxirigacha shunaqa yuraveradi. Haramat qilib, gusinalab o'rda yurishga o'xshab turib, paxotkada shunaqa yuradi. Lekin og'rimasa odam yashashi mumkin bemalol. Ba'zida 2-chi stepenni ham, 3-chi stepenni ham shunaqangi kuchli og'riq bo'ladiki, chidda bo'lmaydigan darajada. Unga og'riq qoldiradigan ham ta'sir qilmaydi, boshqasi ham ta'sir qilmaydi. Fiziologiyada ham ta'sir qilmaydi. Uni faqat operatsiya qilish kerak, bo'ldi, tamom. Bu men operatsiya qilaman deyotgan joyim yo'q, boshqa deyotgan joyim, lekin prosta fikrlarni to'g'rilaylar. Ras o'tqizib yubordinglarmi, oxiri borib operatsiya taqilgandan keyin endoprotez qilasizlar, qutulasizlar, boshqa hech iloji yo'q. To'g'ri, xarajat bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin qutulasizlar.